Endilikda taksilarga mijoz topish uchun maxsus joylarda kutish shart emas. Axborot texnologiyalari rivoji bilan taksi xizmati mutlaqo yangicha shaklga ega bo'ldi. Haydovchilar ayni shu xizmat ko'rsatish samarasi o'laroq o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatga olinishi qonun bilan belgilab berildi. Bu ularga qanday imkoniyat beradi? Navbatdagi lavhada shu haqda so'z boradi. Yengil avtotransport vositalarida yo'lovchilarni shahar atrofi va shaharlararo tashish faoliyati o'zini o'zi band qilgan shaxslar shug'ullanishi mumkin bo'lgan faoliyat turlaridan biri sifatida e'tirof etiladigan bo'ldi. Bu dastlab 2022-yil 1-sentyabrdan 2024-yilning oxirigacha o'zini band qilganlar uchun mehnat turlari ro'yxatiga kiritilgan edi. Endi esa u doimiy bo'ldi. Avvallari o'zini band qilgan taksi haydovchisi identifikatsiya belgisi va to'q sariq chiroq o'rnatishi shart edi. Endi esa rang cheklovlari butunlay olib tashlandi. Bundan tashqari yo'nalishli taksilar uchun avtomobil old oynasining yuqori o'ng burchagida joylashgan yashil chiroq, hisoblagich, radio aloqa moslamasi va nazorat kassa mashinasini o'rnatish talab qilinmaydi. Taksi haydovchisi agregator orqali ishlasa, integratsiya tufayli ma'lumotlar avtomatik ravishda soliq idorasiga yuboriladi. Prezidentimizning joriy yil 27-fevral kuni xizmatlar sohasi barqaror rivojlanishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi PQ 78-sonli qarorlari qabul qilindi. Mazkur qarorga asosan yengil avtomobil tashqi xizmat bilan shug'ullanuvchi fuqarolar o'zini band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tib, litsenziya varaqasini olib, O'zbekiston Respublikasi hududida faoliyat amalga oshirishlari mumkin. Bugungi kunda Toshkent shahrida jami o'zini band qilganlar 434 ming nafar fuqarolarni tashkil etsa, shundan yo'lovchi tashish, ya'ni taksi xizmati bilan shug'ullanuvchi fuqarolar 117 ming nafar fuqarolarni tashkil etadi. Ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yil mamlakatimizda oq taksi bozorining hajmi 5,89 trillion so'mga yetgan. Yil davomida 320 million sayohat amalga oshirilgan. Ularning 23,7% karta orqali foydalanilgan to'lovlardir. Joriy yilning 1-fevral holatiga ko'ra 736 ming nafar o'zini band qilgan shaxs yo'lovchi tashish bilan shug'ullandi. Bugungi kunda Soliq qo'mitasi yurtimizda faoliyat yuritayotgan taksi agregatorlar o'rtasida hamkorlik yo'lga qo'yilib, har bitta o'zini band qilgan shaxs yo'lovchi tashish xizmatini faoliyat ko'rsatayotganda taksi agregatorlar tomonidan belgilangan tartibda shot faktura, ya'ni o'sha masofaga yetkazgandan keyin belgilangan tartibda har bitta masofaga hisobdor bo'lgan summada shot faktura yoziladi. Bu esa fuqaroning yil davomida olib borayotgan daromadi 100 million so'mgacha hisobga olishini imkoniyatini beradi bizga. Masalaning boshqa jihati ham borki, onlayn tizim yordamida tushumlarni ochiqlash bilan bog'liq murojaatlar ham uchrab turishi aytilmoqda. Xo'sh, bu murojaatlar asosan nimalardan iborat? Tizimda 100%lik yo'lga qo'yilmadi. Orada bizda ham shu programmamiz bilan, sistemamiz bilan integratsiyalarimiz bor, faol ishlab turadi. Orada ziboy bo'lib qolsa, shu masalalarda ozgina bizga qiyinchilik tug'diradi. Lekin bularni ham sekin-sekin o'tkazib borishyapti. Endi Xudo xolasa shu qiyinchiliklar orada uzilib qolish, biz bilan shopird o'rtasidagi bog'lanish uzilib qoladi. Shu xolos. Agar yaxshi tomoniga oladigan bo'lsangiz, o'zi band qilgan shopir 100% ertaga o'zini pensiya bilan ta'minlaydi. Agar boshqa joyda ishlayotgan bo'lsa, yana bu qo'shimcha ish sifatida bunga daromad sifatida hisoblanadi. Shunisi yaxshi. Aytib o'tilganidek, Soliq qo'mitasi barcha o'zini band qilganlarning mehnat faoliyati natijasida yoki xizmatdan tushgan 100 million so'm miqdoridagi daromadlari soliqqa tortilmasligi aytilmoqda. Shu bilan birga, yil oxirida va yangi yil boshlanishi bilan daromadlar yangidan hisoblanadi.